Assalomu alaykum oshxonaviy ishqibozlari. Biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod qishlog'i o'zimizni ham qishlog'imizga oshxonaviy belimizni olib kelib ustanovka qilib berdik. Bu joyimiz Shiraka-Biloylik. Bu chekkamizga xalat endik. Nari boshiga gaz plitamizni qo'yib berdik chiroyli qilib. Xo'p, balandligiga keladigan bo'lsak, balandligi 220 sm standart bo'ldi. Xo'p, bu joyimiz bu boshimizdan bu boshigacha 3 metr, 330 sm gaz plitaga chiqarib yubordik. Xo'p, simisitlini ichida qilib berdik, mo'ykasini. Simisitli ham yaxshisidan, qop-qorasidan qilib berdik. Xo'p, akamizga shu shilkalarni ham nijaviyga qo'yib berdik, magneti. Xo'p, montajlarni chiqarib berdik, mana tayyor qilib, razvedkalarigacha qo'yib ketishibdi, chiroyli qilib, mana tayyor ekan. Xo'p, bitta vitichkasi qoldi, vitichkasini ilsak bo'ldi. Xo'p, bu mebelimizni oldi fasadi platina seri deyiladi. Rossiyskiy doskalarini ham rossiyskiy qo'ydik. Qorasidan chekkadagi plyunchlarni ham qop-qora qilib, hop, doskamizga podsvet bo'lish uchun chiroyli qilib qo'ydik. Hozir bu ishlatilayotgan holati bemalol tayyor ishlatishga alyuminlarni ham qo'yib qo'ydik chekkalariga. Tayyor, mana yonib netib ketmasligi uchun. Hop, diod chiroqlarigacha qo'yib, kafellarigacha yopishtirib tayyor qilib o'rnatib ketgan edik bir hafta 10 kun oldin. Mana xudo xolasa chiroyli qilib artib tozalab ishlatishyapti ekan. Tanjonlari sog' bo'lsin, qishga tayyor bo'ldi. Bemalol issiqqina issiq suvlarda, u tomonda issiqqina gazlarda oldida bemalol endi ish qilishadi. Xudo xolasa issiqqina ovqatlarni ichishadi. Xudo xolasa bu oshxonamiz ham juda chiroyli bo'lib, bitta ixchamgina bo'lib buyurib nasib qilsin xonadon egasiga. Hop, shu oshxona mebelimiz bo'yi, balandligi shu chekkamizni 220 sm, xaladinlikdan bu tomongacha 330 sm, 30 sm. Hop, gaz plitamizga chiqarib yubordik. Общий narximiz 5 million 200 ming so'mga olib kelib, Shiraka-Biloylik joyga ilib berdik. Ko'pchilik so'raydigan narsa Shiraka-Biloylikka ilsa bo'ladimi deydi. Ilsa bo'ladi, tepasiga taxta o'tkazib, shpilka qilib o'tkazib ilib beramiz. Pena biloy farqi yo'q, qanaqa joy bo'lsa ham ilib berilaveradi, o'rnatib beriladi. Oshxona mebelda o'rnatish uchun imkonsiz, bas o'rnatsa bo'ladi hamma joyga. Qo'ldan kelgancha o'rnatib beramiz. Faqat xonadonga, domlarga olib borib o'rnatganimiz yo'q. Xo'p, bu oshxona mebelimiz vodiy bo'ylab dastavkasi bepul, bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 93 569 87 41 nomerlariga telefon qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Xo'p, xaladinligimiz tagiga ham keng qilib oyoqlar qo'yish uchun, bo'yi pastrog'ida ko'tarib berdi, engashib olmasligi uchun. Va bu joylarimizni ham keng qilib bemalol mont qozonlab qo'ysa ham bo'laveradi. Xo'p, shu shilkalarni aytdik. Simisitlari qo'yildi, sochiq ilgichlari, diod chirog'i, magneti, tuz quruqchoq qo'yadigan. Bu joyda plastik shu shilkamiz, ichlarini ham keng qilib qo'yib berdik. Mana ishlatilayotgan holati, ko'pchilik ishlatilayotgan holatini ham qo'yib bering deganlar uchun. Ichiga sig'adimi, yo'qmi deganlar uchun mana bemalol ko'rishlaring mumkin. Ichlari ham keng bo'ladi, balandligi ham baland bo'ladi. Xo'p, kuzatib borayotganlar uchun rahmat. Bittadan like bosib, havas qilganlar, qarindosh urug' tanish-bilishlarga jo'natib qo'yasizlar degan umiddaman. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.